Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi manzil Farg'ona shahar aeroport parvoz maktabi oldida 5 sotiklik xo'li sotilyapti. Mana shu xo'li. Bu uyda oldin biz reklama qildik, sotiladi ham, lekin olgan odam hech pul qilib bera olmadi. Yana sotuvga chiqyapti. Bitta ko'pchilik aytadi, gaz yo'q deydi. Gaz bir bor ko'rasiz. Sveti bor, suvi bor, gaz bor, kanalizatsiya bor. Endi bat hujjatda 5 sotik yo 470 mi? Общий uyimiz 7 sotik. Bu tomondan robot bor, hamda nari tomondan hozir ko'rsataman. Soyda bo'yida kalitga bor, shuni chiqsangiz mazza joy. 2 xona uy bor, 4 xona uy bor, 2 xona uy bor, basseyn bor. Uyimiz xomg'ish, pishg'ish aralash. Manzil Farg'ona shahar aeroport yo'li parvoz maktabida oldi joylashgan. Endi davolaxonadan to'g'ri kirasiz, qarang, endi olib ziyon ko'rmaysiz-ku, olib foyda ko'rasiz. Remont qilasiz-da. Bunaqa bu joylarda 1 sotik yer 10 ming dollar deyapti, agar 5 sotik bo'lganda 10 mingdan 50 ming dollar bo'lardi. Endi bu uyda biz necha narx qo'yamiz, necha savdolashasiz olasiz. Darvozaxonasi, tebasi DVP. Endi bu tomondan shart kalla siqasiz. Hurmatli yangi operator olganman-da, operatorimiz yangi, o'rganasiz kelsa-keyin. Bu bitta xona, holati yaxshi. Endi buni bu qadar olib turib, asfalt qilib turib, remont qilib, tayyor pol qilingan bu tomoni. Oshxona. Holati yaxshi. Bu tomonda mana eshigi bor ekan, chiqarasiz ekan. Kirganda chap qo'lda bitta xona, bitta oshxona bor. Podval bor, ayvon bor mana. So'rib-po'rib, mana turgan hamma jihoz qoladi yo ochib ketadi uyda egasi. Bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Mana kirdik. O'ng tomonda hojatxona bor. Bu tomonda uzun kattagina xona bor mana. Kamin pechka bor, romlar akva qilingan, tebalari eski silikon g'ishta qilingan ekan. Koridor. Kiramiz, yana koridor. Xona odam bitta yashamaydi. Maydan bitta xona. Yo gadan italyan pechkasi bor ekan. Endi bitta xona. Endi buni olasiz, yurakdan cho'tki remont qilasiz. Agar bu uyda remont qilingan bo'lsa, qimmat bo'ladi. Endi bu arzon beradi, xudo xolasa aytamiz uyda egasiga. Yozda basseynimiz bor, suv to'ldirib cho'milasiz, qishda karam suv olib qo'yasiz. Ashatib qo'yasiz. Bir tup shoptolisi bor ekan. Bu tomonda 2 xona uy bor. Endi bu tomoni bitgan. Ana maestro. Ana bat bitgan. Anaqa nima deydi? Attachentomi qilingan. Bu tomoni yaxshi. Tayib qol ekan. Bir qadar rang berasiz, tevazor, akvarom, bag'ayma akvarom ekan. Chiqarasiz. Endi uyimiz bu tomon endi uzunlar chiray yotibdi. Bu tomonda hammom bor, razvedka bor. Bir qator olib remont qilasiz. Endi remont qilasiz, ancha ish bor. Endi to'g'ri. Ikkinchisi kerak? Endi bat nima desam, bat endi uzun so'rtok, ada keladi ham hojatxona bor, gaz plita bor, gaz bor. Endi orqa tomonni kelamiz. Musuriga ahamiyat bermaymiz. Ustibat odam yashamaydi. Ataman batni sotdik. Batam hojatxonaga olgan odam pul qilib bera olmadi. Yana bitta xona bor mana batga. Batni eng qiziq joyini aytaman sizlarga. Batni o'zi uchun yaxshi bitta oshxona qilib qo'ysangiz zo'r. Ko'cha, masala osh qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ayta joy bor. Keling. Mana joyni qarang. Hoji aka, joyni qarang mana. Chiqasiz mana matga. Buni buzash chiroyli bir 4 ta xona qiling. Masala ko'cha osh qilib qo'ying, o'zingizga bo'ladi. Kuningiz bor, 500 ming puli bor. Oldida soy bor. Bu tomon tig', bu tomon tig', bu tomon tig'. Aka, yetadi sizga, oling. O'zingiz uchun oshxona qilib qo'ying. Kuningizga 300 ming pul bor. Qarang, o'zingizga daja qilib qo'ying. Mana nimalarga so'ri qo'yasiz. Nimaga so'ri qo'yasiz? Soyda qarang, yozda mazza. Bu baylaydi mazza. Mana shunday chiqasiz, tig', voy, mazza joy. Farg'ona shahar aeroport parvoz maktabi oldida 5 sotik o'zi hujjatda maytlar bilan endi 6-7 sotik deyilyapti. Narxini boshida 75 ming AQSh dollar qo'ydik. Keyin tushib 65 ming qo'yamiz endi. Endi pastga silparaga bo'ladi-da, endi qo'yamiz, balandroq qo'yamiz, kelib tushirasiz, o'shani hisobini olib 65 ming qo'yapmiz. Kami bor endi. 70 ming qo'ymaylik, 65 qo'yaylik. Kam joyi bor. Olsa, olib qo'yasiz. Zo'r. Svet suv gazda muammo yo'q. Ko'rsataymi gazni? Gazni ko'rsatdingizmi? Gazni ko'rsin, keyin anglashamiz. Pauza qiling.
Akalar, mana gaz bor, xudo xolasa, osh ham pishadi, sho'rva ham pishadi, qozon kabob ham pishadi. Pishadi, hamma yo'q. Endi buni bir qadar olib, endi bu pechkalar, gardanchik pechkalar. Yo'q bo'lsa, uyingiz issiq bo'ladi. Akalar, 65 ming aqsh deyapmiz. Ozmas kami bor. Bizni qo'llab-quvvatlab, xizmatmanda Abdush.